Nima uchun Diego Maradona Barselonani tark etgan? Maradona 1982-yilda katta shov-shuv bilan Barselonaga kelgan bo'lsa-da, atigi 2 yildan so'ng klubni tark etdi. Buning asosiy sababi 1984-yilga Ispaniya Kubogi finalida yuz bergan shov-shuvli mushtlashuv edi. Barselona va Atletik Bilbao o'rtasidagi final o'yini. Maradonani o'sha paytda Bilbao futbolchisi Goycoecheadan alami bor edi. U 1 yil oldin Maradonaning oyog'ini sindirib, uzoq muddatga safdan chiqarib yuborgan. O'yinda Bilbao futbolchilari Maradonani doimiy haqoratlar va qo'pol harakatlar bilan asabiylashtirishdi. O'yin yakunlangach Maradona portladi. U raqiblarga qarata zarbalar yo'lladi. Mushlashuv maydonda avj oldi. Ushbu janjal tufayli Maradona 3 oyga futboldan chetlatilgan edi. Maradona Barselonani tark etishiga ko'plab sabablar bo'lgan. Jarohatlar, rahbariyat bilan kelishmovchiliklar, lekin aynan finaldagi mushlashuv hammasiga nuqta qo'ygan. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.